Hi. Hi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, obunachilarim. Yaxshimisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Bayramlaringiz bilan tabriklayman hammani. Kelgan bugun Estoniyada issiq ob-havo, qanday desam, endi yoz kelganga o'xshayapti. Kunlar issiq bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin o'zingiz. Ancha daraxtlar ham barg chiqarib, gullab yaxshi bo'lib qoldi. Xo'sh, mana qarang, manzara ajoyib. Bahor, haqiqiy bahorga o'xshadi endi. Bunday gullar chiqqan yerdan. Daraxtlar mana juda chiroyli manzara. Juda chiroyli bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, siz Mr. Ma'murjon kanalini tomosha qilyapsiz. Men Estoniyadan. Estoniyadan sizlarga Estoniya haqida videolar olib borishga harakat qilaman. Videolarim yoqqan bo'lsa, klass bosish, obuna bo'lishni unutmang. Men sizlar uchun videolar chiqaraman. Xo'sh, mana bu manzaralar. Mana bu yerda stadion bor. Stadionga futbol o'ynashingiz ham mumkin. Hech kim hech narsa demaydi. Tekin. Komanda topish qiyin faqat bu yerda. Mana bu yerda basketbol maydoni. Bu yer esa shahar. Shunday. Estoniyaga kelganimdan beri endi shunday ob-havoni ko'ryapman. Ancha issiq ob-havo bo'lyapti. Sovuq, to'g'risini aytsam, jonga tekkan edi o'zi. Shuning uchun endi issiq ob-havoni ko'rib, sal o'zim ham endi sezyapman. Ko'chalarga aylangan chiqsa bo'ladi endi. Shu paytgacha uydan chiqish qiyin edi. Sovuq hech kimga yoqmaydi. Bizlar issiq joyda yashaydigan odam bo'lganimiz uchun bu yerlar sovuqqa ancha o'rganishimiz qiyin. Shuning uchun bu yerlarga faqat yozda aylansa yaxshi deb o'ylayman. Yozda ham ancha chiroyli bo'ladi bu yerlar. Hamma joy ko'k, deyarli ham yashil hamma joy. Shunaqa do'stlar. Yana qaytarib o'taman. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz, men uchun xursand bo'lardim. Men Estoniyadan mana shunday videolar, manzarasi, har xil ma'lumotlarni videolarim orqali berib borishga harakat qilaman. Albatta o'zim bilganlarimni, endi bilmaganlarimni bilishga, o'rganishga harakat qilaman. Hozircha bilganlarimni bundan oldingi videolarda anchasini gapirdim. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, bundan oldingi videolarni ko'rishingiz mumkin. Estoniyada ish topish saytlari, Estoniya manzaralari, tarixiy eski shahari, hammasi haqida videolar ishladim. Ko'rishingiz mumkin.
Bugun shunchaki aylanib manzaralarni ko'rsatmoqchi bo'ldim sizlarga. Agar yoqsa, klass bosasizlar degan umiddaman. Men videoga munosabatingizni shu klasslar orqali ko'rsatishingiz mumkin. Like va dislike. Yoqmasa dislike ham bosishingiz mumkin. Mana odamlar hammasi issiq ob-havoda dam olyapti, tabiat qo'ynida. Tabiat chiroyli, manzara, suv. Juda hordiq oladigan joy. Miya dam oladi bu yerga dam olsangiz. Odamlar mana bunaqa o'tirib, ziyofat qilishlarni ham boshlab yuborgan, o'tirib nima qiladi. Mana bunday odamlar trenirovka ham qilyapti. Shunaqa. Bunday qushlar uchib yuribdi, mana nimadir kabutarlarmi, nimadir, bilmadim, oqqushlarmi, nima balo bo'lsa. Mana tabiat, toza havo, tanga havo, odamlar. Aytgancha, karantin tugagan bu yerda. Yo'llarni hamma joyini ochgan. Hozir do'konlar, bozorlar, avtobuslar, jamoat joylari hammasi ochiq hozir Estoniyada. Xullas karantinni tugatishgan. Endi hozir shuning uchun ko'chada odam ko'p. Ko'chada odam ko'p, bularni ko'p bo'lgani ham mana shuncha. Bundan ko'p bo'lmaydi, chunki o'zi aholisi kam davlat bu. 1,5 million aholisi bor. Shunga yarasha ko'chada ham shunga yarasha odamlar yuradi. Mana restoranlar hammasi ochiq, kafelar, choyxonachalar hammasi ochilgan. Odamlar gavjum bu qoptanchalik. Wow. Mana odamlar, hamma joyda odamlar. Ko'payib ketgan. Baribir virusdan ehtiyot bo'lish kerak baribir. Ko'pligini qarang. Anchagina ko'p. Qancha odam kerak senga deydi-ku. Bahor yaxshi-da baribir.